Davlat organi xodimini telefonda video tasvirga olish mumkinmi yoki mumkin emasmi? Ko'pchilik organ xodimini qanaqadir noqonuniy xatti-harakat amalga oshiryapti deb o'ylagan paytda videoga olishdan qo'rqadi yoki xodimni qarshiligiga uchraydi. Bunaqa holatda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-modda sizga yordamga keladi. Ya'ni moddada yozilishicha siz axborot to'plash, yig'ish, tarqatish huquqiga egasiz, hech kim qarshilik qilishi mumkin emas. Misol keltiradigan bo'lsak, birorta organ xodimi kimdandir pora olayotgan bo'lishi mumkin yoki ko'chada qanaqadir noqonuniy xatti-harakat amalga oshiryapti yoki sizga nisbatan noqonuniy talab qo'yyapti. Xuddi shunaqa paytda ertaga sudda uni aybini isbotlab berish uchun siz bemalol video tasvirga olishingiz mumkin. Hamma bilishi kerak bo'lgan bitta masala bor. Videoga olgandan keyin uni har xil ko'rinishda montaj qilib, noto'g'ri talqin qiladigan bo'lsangiz, bu qonuniy javobgarlikka sabab bo'ladi. Lekin videoga olish, uni saqlash va huquqiy organga taqdim qilish hech qanaqangi javobgarlikka sabab bo'lmaydi. Demak, videodan xulosa, har qanday davlat organi xodimini o'zini faoliyatini amalga oshirayotgan paytda bemalol videoga olishingiz mumkin. Kerak bo'lib qoladi, videoni saqlab qo'ying va profilimizga obuna bo'ling.